biz musibatga qoldik deb orqalaridan yugursak, bizni boshimizga mana shunday kulfatlar, dunyoda mana shunday musibatlar keldi desak, u kishi aytardilar, sizlarni boshlaringizga baxt qushi qo'nibdi-ku, bu baxt qushi har kimni ham boshiga qo'nmaydi derdilar. Bugun boshingizga musibat kelganlar boshiga baxt qushi qo'ngan insonlar. Chunki Alloh Qur'onda aytadi, fa inna ma'al usri yusra. Har bir qiyinchilikdan keyin yengillik bordir. Avtoulov halokatga uchragan bo'lsa, birodar, bir temir. Uyingizga bir musibat tushgan bo'lsa, birodar, u o'tadi. Alloh taolo qiyomatda sizga yaxshilik beradi. Bir narsangiz, mulkingiz, mol-u davlatingizga talofot yetgan bo'lsa, birodar, ozgina oldinroq o'sha mulk, o'sha ulov, o'sha xonadon, o'sha mol-u davlat yo'q edi-ku. Alloh berdi. Demak, talofot yetgan bo'lsa, bundan yaxshisini beradi. Shuning uchun kuyunmang, shuning uchun og'rinmang.